Ladies and gentlemen, dear guests. Xonimlar va janoblar, aziz mehmonlar, sizni qadimiy Buxoro shahrida samimiy qutlash menga katta mamnuniyat bag'ishlaydi. Bugun biz birinchi Buxoro Biennalisini ochamiz. Bu O'zbekiston uchun ham, butun Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham muhim voqea bo'lib, dunyoda yilning eng kutilgan madaniy tadbirlaridan biri sifatida keng ta'riflanmoqda. Anticipated cultural event. Your presence here remind us. Sizlarning bu yerda bo'lishingiz shuni anglatadiki, Buxoro bu nafaqat milliy tariximizning bir bo'lagi, balki butun insoniyatning merosidir. Bu shahar asrlar davomida jahon sivilizatsiyasiga daxldor bo'lib, bugun ham yana xalqaro almashinuv markaziga aylandi. Bugun Buxoro jahon miqyosida nafaqat buyuk va boy merosga ega shahar, balki jadal va barqaror yangilanib borayotgan shahar sifatida yana porlamoqda. Ishonchim komilki, bu Biennale an'anaviy bo'lib qoladi. Bu yangi do'stona munosabatlarga, yangi g'oyalarga va madaniy gullab yashnash uchun yangi imkoniyatlarga ilhomlantirsin. Buxoro esa o'zining go'zalligi va mehmondo'stligi bilan xotirangizda eng unutilmas taassurotlarni qoldirsin.